Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana shoh. Bugun mana shunday jonli aboylar, ya'ni kompyuteringizning orqa foniga qo'yiladigan mana shu tarzdagi jonli aboylar qanday tayyorlanishini 5 daqiqa ichida o'rgatib qo'yaman. Unda videoga o'tishimizdan avval like bosish, kanalga obuna bo'lish, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Qani ketdik. Xo'p, birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib Microsoft Store'ga kiramiz. Microsoft Store'ga kirib olgandan keyin internet suslik qilyapti. Xo'p, ozroq kutaylik. Xo'p, mana ochildi. Qidiruvga Lively Wallpaper deb qidirib olamiz. Birinchi chiqib kelgan приложениeni ochamiz. Va sizlarda Open'ning o'rnida Download turadi. Download qilib yuklab olganingizdan keyin Open'ga o'tadi. Open'ni bosib ochasiz. Men puskdan ochaman. Xo'p, kanalimga podpisatsiya bo'lish, like bosish va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, приложениeni ochdik. Ya'ni ilovani ochdik. Xo'p, xuddi shunday biz bu yerga xohlagan animatsiyalarimizni qo'yib ochib olishimiz mumkin. Xo'p, buni qanday qilamiz? Google kiramiz va Google ning qidiruviga My Walls deb qidiramiz. Internet yana sust. Xo'p, mana shu ko'rib turgan birinchi saytingiz kirib olamiz. Bu yerdan xohlagan animatsiyamizni bizga yoqqanini yuklab olishimiz mumkin. Masalan, mana shu yoqdi ham deylik. Bizga ko'rish imkoniyati ham mavjud. Tomosha qilish bunda unchalik animatsiya yo'q ekan bilinmaydi. Xo'p, bu kerak emas, boshqasini yuklab olamiz. Xo'p, ikkinchi betga ham o'tsak bo'ladi. Bu yerdan masalan xuddi shuni yuklab olsak bo'ladi. Qani, ko'raylik. Mana animatsiyasi bilinib turadi. Bu qanday qilib yuklanadi? Download wallpaper ustiga bosamiz. Ozroq kutishdan keyin u ustanovka bo'ladi. Mana yuklandi. Va приложениеga o'tib olamiz. Plyusni bosamiz. Choice file qilamiz. Faylni kezish. Yuklanganlar orasidan tanlab olamiz. Kanalimga obuna bo'lish, like bosish, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, qaytadan tushuntiraman, tushunmaganlar uchun choice file downloads papkasining ichidan yuklanganlar arasiga tushadi. O'sha yerdan kerakli faylni tanlab yuklaymiz. Va shunchaki OKni bossak bo'ldi. Boshqa hech narsa qilish shart emas. Ozroq kutamiz. Xuddi shunday mana yuklandi. Mana shunday animatsiyali ekran paydo bo'ldi.